Fasad uchun ichakka energetik qaraydi do'stlar, mana. Ko'rasizlarmi? Qorada qana qaynatyapti, endi oqda umuman qaynatmayapti. Farq nimada deydigan bo'lsang, chunki qora rangni ko'proq qiladi. Bunaqa energetiklar do'stlar ichganingizdan keyin siz ichingiz ham qaynab ketadi. Shuning uchun ichish tavsiya etilmaydi. Do'stlar, fasadga e'tibor qaratamiz. Hozirgi paytda O'zbekistonda yangilik bo'lgan fasadni mana ko'rlang. Energetik to'kib tashladik. Qip-qizil bo'lib qoldi. Hozir shu ketadimi yo'qmi deydiganlarga do'stlar, любой ranglarni energetik olib kelib shunday solasizlar. Qo'l do'stlar, yap yangidek bo'lib qoladi. Eng qiziq tomoni bor, bu fasadda karchilab yursiz ham hech narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa do'stlar, yangicha fasadimiz deyshadi. Buni gibki kamin fasadi. Nech pul qancha qilishlarni uyga hali tunika fon fasad cho'tka aytgan. Xudo xolasa kafellik qolibdi. Agar qora kafellik yoki oq smeshni kafel qilsa, ular orzalar to'g'risi. Qilamiz aka, xudo xolasa. Keling. Bu o'zimizning shogirdimiz Hayotbek qilib beryapti. Mikrofon ishlayaptimi? Tak, zo'r. Do'stlar, Hayotbek tanigan bo'lsa, like qo'yib qo'yinglar. Puliga baraka degan kanalning shogirdim. Gibki kamin ustasi mana shu bola bo'ladi. O'zini biznesini qilish uchun blogerga ham qiladi, ham shu biznes bilan shug'ullanadi. Hayotbek, buni necha slov qilgansizlar buni? Bir slov bo'lgan, qumshuq holatda edi bu. Tayyor shkaturka bo'lgan holatda edi. Ustalarimiz kelib yopishtirib berishdi. Buni tayga oqartirgan kraska sepamiz, akril sepganmiz. Bu travertinni gruntovkasi bo'ladi. Kimdirlar emulsiya ishlatadi, kimdirlar travertinni gruntovkasini ishlatadi. Biz uyda egasini, ya'ni mijozlarni oshiqcha ovora qilmaslik maqsadida unisini ham o'zimiz olib kelamiz birgalikda. Uni ham gruntovkasini o'zimiz olib kelamiz. Xudo xolasa devorimiz suv olmaydi endi. Yo'q. Xudo xolasa mana shu holatda qoladi. 15 yil. Buni tepasidan nima sepganmizlar anaqa? Lak. Tayyor laklangan kelgan bu. O'zi tayyor laklangan. Tayyor laklangan kelgan. Sababi devorda laklamaymiz biz, boshqacharoq ishlaymiz. Tayyor laklab olib kelamiz. Sababi yo'lda kelyapti turganda tosh to'kiladi, yopishtirilib turganda tosh to'kiladi. Shuni oldini olish maqsadida tayyor laklangan. Razi o'shuning uchun mana ham hozir laklangan holat ekan. Tayyor laklangan. O'shuning uchun hech narsa olmabdi-da bunga. Bunday qilsa ham mana to'kilmayapti do'stlar. Mana. Umuman rangi ham chiqmaydi. Rangi ham chiqmaydi. Asosiy joyi quyoshda rangini o'zgartirmaydi bu. Umuman rangi o'zgarmaydi. Tabiiy mramor tosh kroshkasi bo'lganligi hisobiga. Xo'p, do'stlar, biz kechqurun syomka qilyapmiz. O'zi tashqarida men kadr olib berganman, shu kadr chetga qo'yib yuborasiz operator. Jicha Shomurah paytda yetib keldik do'stlar. Endi rosa uzoq joyda ekan, lekin shu uzoq joyga ham kelib qilyapti. Uydan necha kilometr baribir? 105 chiqdi. 110, 105, 110 kilometrgacha kelib qilib beryapti. Endi necha kvadrat metr bat qildilar? 300 kvadrat joyda qilib, so'killarigacha qilib berdik mana. Yangi fason, shaxsan o'zim ixtiro qilganman. Kir bo'lsa ham bilinmaydigan fason so'killar mana. Mashallah. Bundan tashqari har xil fasonlarimiz bor ustoz. Zo'r aylanmachasiga bo'pti. 300 kvadrat joyda qilib berdik. Tashqarilarini meniki akamiz aytdi, Nerjavekka perila qilib yuborsa do'stlar, ular borar ekan. Endi qiziq tomoni, u nariyoqqa devorga shapka qilishmayapti. Devor loy bo'lib ketsa, keyin yuvorsa ketaveradimi? Ha, yuvsa ketiladi. Ketaveradi. Karchir bilan, suv bilan bemalol yuvsa bo'laveradi. Muammosi yo'q uni. Endi narxi mullajiring necha pul bilan? Mullajiringni aytishdan oldin ustoz qanaqa devorlarga yopishtirsa bo'ladi? Shuni aytib o'tib ketaylik. Kimdirlar aytadi, shuvoq bo'lmagan devorga bo'ladimi? Yo'q, shuvoq olmagan devorga bo'lmaydi, qum shuvoq bo'lgan bo'lish kerak. Agarda loy shuvoq bo'lgan bo'lsa ham padmayak silliq qilishadi-yu Buxoro tomonlarda. O'shanaqa bo'lsa ham kafilnikli bir sloy tortib yorib yopishtirsa bo'ladi. Xudo xolasa. Qum shuvoqqa hech narsa qilinmaydi, hamma xizmati o'zimizdan bo'ladi. Hammasi ichida 95 ming metr kvadrat. 95 ming so'mdan uyda egasi uzoq bo'lsa yotoq joy beradi, abent ujum beradi, qorin to'ldiradi, bo'ldi, boshqa narsa yarashmaydi. Tok beradi endi. Bunga tok ishlaydimi, ishlamaydi? Yo'q, tok ishlamaydi. Faqat ana shu keladi, bir ikki marta aralashtirib olganda mikser ishlashi mumkin. Mikser ishlashi mumkin. Adak nimasi? Qolganiga bo'ldi, o'zlariga shunaqa. Tok ishlamaydi. Xo'p, mo dizayn fasonlarini egasi tanladingmi, o'zlaring chiqarib berasizmi? Yo'q. Shunchaki telefon qilishadi. Uylariga borib, past balandligiga qarab, patologni, darvozani, eshik derazani razmeri, rangiga qarab maslahat beriladi. Mana fason to'g'ri keladi, mana fason to'g'ri kelmaydi. Ya'ni dizayn xizmati ham o'sha narxgacha kirib ketadi. Dizayn xizmati ham xudo xolasa. Xudo xolasa. Qatdan qatgacha qilasizlar, Hayotbek? O'zbekiston bo'ylab narxlar o'zgarmaydi. Faqat Toshkentdan u yog'i, Voha tomonlarga, Toshkent tomonlarga yo'l kira puli ozgina qo'shilib qoladi. Yo'l kirasi xizmati, material. Lekin usta haqqi o'sha aytilgan 95 mingdan o'zgarmaydi narx. Do'stlar, o'shunda ham bo'sh bo'lsa do'stlar, endi ham blogerlik qilyapti, ham gibki kamin qilyapti. Jamoasi bordi, goh payt 2-3 ta jamoasi ulgib bo'lyapti.
gohi payti 1 oy 2 oyga cho'zilib ketyapti. O'zini ham misol uchun reklama kerak bo'lsa, puliga barakat kanaliga chiqsalaring, o'zi ham qilib beradi xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi tak, menimcha hammasini so'radimi? Hammasini aytdik. Hammasi. Har xil fasollar qarang, bor. gohi joylarda anaqa qilishyapti. Nima deydi? Gibki kaminni terma panelga yopishtirib berishyapti. Undan undanaqa qilyapsizlarmi? Yo'q, undan qilmayapmiz. Sababi undan endi baribir tajribasi bo'lgan odam nima desam, qo'ng'iroq qilsa biz bunga 15 yil kafolat bera olamiz, chunki 5 yildan beri ishlab kelyapmiz, past balandligini bilamiz. Lekin u yangilik bo'lgani hisobiga, hali tajribadan hech kim o'tkazmagani hisobiga kafolat berilmaganiga biz Uni qilganlar yo'q. Uni qilmay turibmiz hozircha. Qarang, gohi joylarda sho'r chiqib qoladi-da, sho'rni nima qilasizlar aka? Sho'rga endi yokida o'sha gibki kamindan oldin tortiladigan maxsus обработка qilinadigan maxsus surtadigan surulmalar bor. O'shalar surtiladi. Hozmelarda hozir oson sotilyapti. Ko'chirib tashlab, surtib, kafilnikilar yoki shkaturka qilib yuborilyapti. Sho'r joylarga. Zo'r. Do'stlar, sizlar ham gibki kamin qildirmoqchi bo'lsangiz, pastda raqamini qoldirdim, aloqa qilishdan xudo xolasa cho'tki qilib berishadi. Sog' bo'ling.